qiling. Juda afsusdaman. Ko'ngling to'lishi uchun buni necha marta aytishimiz kerak? Qo'lingni doim issiq suvda yuvib yur deganmiz-ku. Unga qattiq gapirma. Jiji ham qo'lidan kelgancha harakat qilyapti. Okaron, yaxshimisan? Ha, shunaqa shekilli. Okaron, juda ham afsusdaman. Hech qisi yo'q, xavotir olma. Yovuz ko'z avvalgidan ancha kuchliroq bo'libdi. Hoy buvi, bu biroz haddan oshib ketmayaptimi? Jiji ham hamma narsadan ehtiyot bo'lib yura olmaydi-ku axir. Ha, ertaga uysiz qolishimiz ham mumkin. Mumkin emas, shunaqa bo'lishi aniq. Bezovta qilganimiz uchun uzr. Kech bo'ldi bolalar, uyingizga boring. Xo'p bo'ladi. Hayashi guruhi qachon keldi? Kim bilsin? Hech bo'lmasa joylashish tartibini kelishib olarmiz. Hammamiz tartibsizmiz, ayniqsa Ayri. Ha, bu yerda men liderman. Menga bo'ysunishing kerak. Agar ahmoqqa ergashsak, hammamiz halok bo'lamiz. Nima deding, cho'chqa kalla? Hozir basharing necha qara? Qanchaq. Ano, Basharing mazasizlar. Ha? Mabodo bu Seiko Ayase xonimning uyi emasmi? Xo'sh, nima bo'pti? Ha, demak shu. Haligi biz Sizni so'rovingiz bo'yicha keldik. Biz Hayashi guruhimiz. Biz Hayashi guruhimiz. Shuni kelishinglar bilan aytsanglar bo'lmasmidi? Shunchaki imijimizni saqlab turishimiz kerak edi. Bizni kechirasizlar. Zo'r ekan. Bu men o'ylaganimdan ham boshqacha ekan. Juda hayajonlanib ketyapman. juda ham ajoyib. Hazillashyaptimi? Ular ham mediumlarmi? Yo'q. Ular hatto ruhlarni ham sezmaydi. Lekin ularning musiqasi boshqa mavzu. Mikrofonni tekshirish. Ularning ovozi ruhlar olamigacha yetib boradi. Mikrofonni tekshirish. Bundan tashqari, agar ular ruhlarni sezmasa, ruhlarni haydash paytida ularni yovuz ruhlar chalg'ita olmaydi.
qani chin yuraydi. Chin yuraydan deyapman. Xo'p, mayli qani boshlaymiz. Hamma tayyormi? Momo, Jijini ushlab tur. Ruhiy kuchingdan foydalan. Unga yaqinlashma. Bilaman. To'xtatinglar! Yovuz ko'zni o'ldirmanglar! Voy, qani chin yuraydi. Men u bilan o'ynashga va'da berganman. U shunchaki kimdir bilandir o'ynamoqchi edi. U shuncha vaqt qamalib yotgandi. Lekin kimdir bilandir o'ynashni orzu qilib yashadi. U hattoki o'yinga tushishni mashq qilardi. Endigina ozodlikka chiqib, yana o'lib ketaveradimi? Bu axir juda ham achinarli-ku. Men qattiq harakat qilaman. Endi sovuq suv ishlatmayman. Shuning uchun iltimos, Yovuz ko'zni o'ldirmanglar. Iltimos. Yolvoraman. Anu. Bo'ldi, to'xtating. Hech qanday ruhni haydash yo'q. Yovuz ko'zni oilamizga qo'shamiz. Nima? Hozirgina nima dedingiz? Shuncha yo'l yurib kelganingizdan keyin bunday qilganim uchun uzr. Endi qaytavering. Mayli. Tushunarli. Buvi, rostdanmi? Jijini eshiting. Hech narsa qila olmaymiz. Shaxsan menga Jijini bunday ruhi yoqadi.
Xo'sh, endi nima? Unga bir umr g'amxo'rlik qilishimiz kerakmi endi? Buni mutlaqo xohlamayman. Uni xudbinligi tufayli qimmatli vaqtim bekor ketishini xohlamayman. Unda bo'lsa, yovuz ko'zni qandoq qilib ushlab turishni o'rganaman. Agar kuchliroq bo'lib yovuz ko'zni osonlikcha ushlab tura olsam, u o'zgargan taqdirda ham hech qanday muammo bo'lmaydi, to'g'rimi? Lekin Takakura-kun bu sen uchun ortiqcha yuk emasmi? Hatto xotirjam uxlay olmaysan ham. Hayoting xavf ostida bo'ladi. U meni do'stim. Unaqa bo'lsa, men ham kuchliroq bo'laman. Ikkalamiz bo'lsak, osonroq bo'ladi. To'xta. Men ham kuchli bo'laman. Shunda sana adabini berib qo'yaman. Sinab ko'rchi, xunu albatta. Okarun, iltimos, seni achomlab oling. Okarun! Qo'ysizlar. Okarun! Issiq suv. Bezovta qilganimiz uchun uzr. Agar yordamimiz kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Toshiro vokal guruhi. Ha, ajoyib ish. Tez orada yana chaqirishimiz ham mumkin. Buvijon, uyda Jiji sovqotadi. Hozircha do'kondan karton qutichalarini olib kelaychi. Siz cho'kib o'tir, qaddingni tik tut. Pastga qora mushaklaringni taranglashtir. Boshingni tepasidan va barmoqlaring uchidan lazer nuri chiqayotgandek tasavvur qil. Itarib yuborishsa ham yiqilma. Yerga ildiz otgandek o'tir. Xo'p. Jiji, mana bunaqa. Qaddingni tik tut. Meni turtib ko'rchi. Kuching boricha turtaver. Rostdanmi? Voy, yiqilmayapsan. Nahotki, bu juda ham ajoyib-ku. Hech buni qilishni xohlamasding. Baribir o'rganibsan-da. Aslida foydasi tegadi deb o'ylamagandim. Boshlang'ich maktabda g'alati pozalar qilarding. Shunaqamidi? Men bu holatda ruhiy kuchlardan foydalana olaman. Bu chi oqib chiqayotgan holat. Bu holatga kirganingda ruhiy kuchingdan foydalana olasan. Sana ruhiy kuching juda ham qudratli. Shuncha kuch bilan yovuz ko'zni yolg'iz o'zing ushlab turishing ham mumkin. Voy. Hop, tuva. Va, meni qo'rqitib yording. Jiji-san, iltimos qo'lingni issiq suv bilan yuv. Xo'p. Endi issiqroq bo'lyapti. Katta rahmat. Senga rahmat, Okarun. Arzimaydi. Hoppa.
Ayovda karton yirtilyaptimi? Jiji, unga yaqinlashma. Unda sovuq suv tomchilari bor ekan. Kechiringlar, bularning hammasi men tufayli bo'ldi. Yo'q, kechirim so'rama. Biz bir-birimizga g'amxo'rlik qilyapmiz. Tezkor kampir meni la'natlaganda, men ham Ayasi oilasini qiynab qo'ydim. Lekin ular menga g'amxo'rlik qilishga chin dildan harakat qilishdi. Yashash va kiyim-kechak xarajatlarimni o'zim to'lamoqchi edim. Shuning uchun gazeta tarqatib ularga biroz pul berdim. Ammo keyin Menga to'laganingdan nima foyda? Agar senga g'amxo'rlik qilganimiz uchun minnatdor bo'lsang, minnatdorchiligingni qiyinchilikka uchragan boshqa birovga ko'rsat. Birovga g'amxo'rlik qilish degani aynan shu. Xolam juda ham zo'r-da. men ham shunday gaplarni aytishni xohlardim. To'g'ri, meni holatimda bu shunchaki ko'zbo'yamachilik. Lekin ozgincha bo'lsa ham kuchli ko'rinishda xohlamayman. Shuning uchun unga taqlid qilaman. Hech qanday o'zini asrash instinkti yo'q. Taka ko'rakun, yana xohlaysanmi? Miso sho'rva ham bor. Sog'lom yurish uchun ko'proq ye. Albatta. Jiji, qorningni pastki mushaklarini tarang qil va qaddingni rostla. Doim chiqarib tur. Xo'p. Iltimos, yana. O'zing solib ol. Jinursan. O'qarin uchun solib berding-ku. Albatta. Tasqara nima deding? Urishmoqchimisan? Qo'rsan emas. Qo'rsan Qo'rsan. Ehtiyot bo'linglar. Taka ko'rakun, hech narsani unutmadingmi? Bugungi darsga tayyormisan? Ha. Ha? Ehtiyot bo'ling. Qornim og'riyapti. Uy juda sovuqligidan shamollab qolganga o'xshayman. Qorningni ochib uxlaganing uchundir-da. Unda ustimni yopib qo'ysang o'larmiding? Taka ko'rakun, senga aytib qo'ying. Momoyasi uyqusida tipirchilaydi. Qo'y, basqa. U so'ramasdan boshqalarning losyonini ishlatadi. O'zing ruxsat berding-ku. Hayrat ishlarini g'ijirlatadi. Basqal! Bu yerda yolg'on gapirma. Bo'ldi. Yarim stavkali ishga kiraman. Senga nima bo'ldi? Uyni qayta quraman. Zo'r-ku. Smartfoning-chi? Menga unaqasi kerak emas. Hozir bizga eng muhimi issiqlik kerak. Uying shunchalik sovuqmi? E'tibor meni muzlatkichday sovuq. Ririna yarim stavkali ishchi qidiryotdi shekilli. Ha, shunday edi. Restoran uchun emasmi? Rostdanmi? Unga ayt, men albatta ishlayman. Lekin momo, sen yarim stavkali ishda uzoq ishlamaysan-ku. Doim xo'jayin bilan janjal qilasan. Men shunchaki nohaqlikni yomon ko'raman. Juda zo'r. Tez ishdan ketadigan odamni kimgadir tavsiya qilish juda qiyin-da. Hechqisi yo'q, hammasi joyida. Men katta bo'lib qoldim. Bunchalik oson taslim bo'lmayman endi. Eshitdingmi, Moko xonim? Ha, eshitdim, xonim. Oqaron! Momo bugun yarim stavkali ishga kirdi, shu uchun usiz qaytishingga to'g'ri keladi. Xo'p, tushundim. Va Demak, biz bilan uchrashuvga chiqishing kerak. Nima? Yo'q, rad etaman.
Bizza bilan yur, tentechi, qarshilik qilma. Qo'yvoringlar! To'xtanglar, shoshmanglar. Men uchrashuvga bormayman. Biz shunchaki choy ichamiz. Bu uchrashuv bo'lmaydi nimasi? Unda Momo bilan Jiji choy ichsa bu uchrashuv bo'ladimi? Albatta yo'q. Unda biz bilan bo'lsa nima farqi bor, la'natda. Qo'yvoringlar, yordam bering. Kamigoyi savdo ko'chasi. Meni zo'rlashyapti! Okarim bu yoqqa, bu yerga. Rostini aytmayman, men bir tomchi ham choy ichmayman. Chanqaysan-ku. Yo'q, chanqamayman. Ishonching komilmi? Unda hech narsa ichma. Ichmayman dedim-ku. Xush kelibsiz, xo'jayin. Necha kishisizlar? 3 kishi. Qo'y sen, oqsoch, bizga yaxshilab xizmat qil. Okarim. Qayersan? Qani, ketdik. Xush kelibsiz, hurmatli janob. Dan. Davomi bor. Siz sevgan animelarni animelarda birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Ovoz berishda ishtirok etganlar: Drem, Yami, Jinx, Kapone va Natsu. Rejissor Asarbek Xolmirzayev, tarjimon Agera va tayling ustasi Sado. と思ったら君が気になりだす気候法でねえ今どう感じてるバイトほったらかし思いよってよく泣いてよく食べているのにちょっと待ってちょうど空いているのによく泣いてよく食べているのに用もないしどうかさるのに会いたいでもこじらせどうかさOvqat yetarli emas, juda ham kam, yana olib kel. Hammasi juda qimmat, ahmoq. Ovqatsiz ham uy bo'ladimi? Qochib ketaman. Mayli, keta qol. Shunaqami, bu la'nat uyga boshqa qaytib kelmayman. Keyingi qismda g'amgin kayfiyat.